Assalomu alaykum aziz do'stlar. E'tiboringiz markazida Aspect Plus siyosiy tahliliy ko'rsatuvi va biz haftaning trend mavzularini tahlil etishda, muhokama etishda davom etamiz. Studiyamizning aziz mehmoni xalqaro ekspert, siyosiy tahlilchi Abduvali Soyibnazarovlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz studiyamizga. Siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan mavzularim bir qator, vaqtimiz yetganicha, imkoniyatimiz boricha tilga olib o'tamiz. Agar rozi bo'lsangiz bir chekkadan boshlasak. Birinchi mavzu albatta dunyo hamjamiyatini endi baribir e'tibor markazida bo'lib turgan narsa bu Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush. Endi voqealar xronologiyasiga, mana so'nggi haftalar voqealar xronologiyasiga qaraydigan bo'lsak, Pasxa sulhi, shundan boshlaylik. Pasxa sulhi e'lon qilindi. Ma'lum bir soatlar ikki tomon bir-biriga o'q otmaslik, hujum qilmaslik haqida kelishib olishdi va go'yoki mana shu sulh tugashi bilan har ikki tomon ham harbiy harakatlarini davom ettirdi. Va meni nazarimda o'sha harakatlar avvalgiga qaraganda biror agressivroq ham hatto davom etishni boshladi. Mana voqealar rivojiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'zingiz ham kuzatgandirsiz, hattoki o'sha o'rtada muzokarachi bo'lib turgan AQSh prezidenti Donald Tramp ham kecha Twitterda Vladimir stop, ya'ni to'xta bo'ldi deb Putinga murojaat qilganda ham bo'ldi. Ya'ni bo'ldi, bu chegaraga keldik deb. Endi bu ham bir o'ziga yarasha bir savolni paydo qilyapti. Ya'ni AQShni muzokarachi bo'lib yoki bo'lmasam o'rtada endi ko'pchilikning fikricha biroz Putinni tushungandayroq bo'lib hozir o'rtada muzokara qilyapti. Aynan shu niyatidan qaytarib qo'ydimi? Va yana bir tomon, yana bir yangilik bugun o'qidim. Albatta siz ham kuzatgansiz. Ya'ni Ukraina prezidenti, umuman Ukraina tomoni biroz kayfiyati tushgan holatda yangi pozitsiyaga kirishmoqda. Ya'ni keyingi harakatlarni AQShsiz davom ettirishga tayyorlanmoqda. Chunki AQSh taklif etgan o'sha tinchlik rejasi Ukrainani qanoatlantirmaydi. Endi bu haqda sizni albatta fikrlaringizni hozir bilamiz. Umuman bu hozirgacha bo'lgan jarayon va buning istiqbollari haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Said Olamxon aka, mana 3 yildan oshdi. O'zi jahon hamjamiyatini ham joniga tegdi bu masala. Rossiya Ukraina masalasi. Menimcha o'zi Rossiya bilan Ukraina aholisi ham charchadi bu urushdan. Nafaqat hukumatlar, balki mana ular o'rtasiga tushayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari ham, Yevropa Ittifoqi ham bugun to'g'risi juda katta mablag' sarflandi hamma tomonidan. Amerika Qo'shma Shtatlari ham katta pul tikdi, Yevropa Ittifoqi, Rossiyani o'zi yoki Ukrainani o'zi ham juda katta mablag' sarfladi. Bu bema'ni urushga hech bir muammoni yecha olmagan urush bo'layapti. Afsuski mana 3 yil mobaynida masalan har ikki tomondan milliondan ortiq harbiylar halok bo'lgani, tinch aholi o'rtasida qurbonlar berilayotgani to'g'risi butun insoniyatni tashvishga solayapti. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bu urushning, ya'ni bu mantiqsiz urushning oxiri ko'rinmayapti. To'g'ri, masalan shu o'rtada birinchi marotaba, masalan urush boshlangandan beri birinchi marotaba Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Pasxa yarashuvi e'lon qilindi. Endi buni dunyo hamjamiyati turlicha qabul qildi. Kimdir bu o'sha Vladimir Putinning ayyorona harakati deb baholayapti, kimdir yaxshi niyati bir xatti harakati deb baho berdi. Nima bo'lganda ham mana shu 2-3 kun mobaynidagi bir muncha osoyishtalik, to'g'ri ayrim otishmalar yuz berib turdi o'rtada, lekin havodan turib har ikki tomon bir-birini nishonga olgani yo'q. Tinch aholi orasida qurbonlar bo'lgani yo'q. Albatta bu tinchlik sari tashlangan ilk qadamlar sifatida deylik ko'proq Qo'shma Shtatlar tomonidan yuksak baholandi. Lekin ayni paytda Vladimir Zelenskiy ham Rossiya prezidentiga ishonib bo'lmasligi, bu o'sha Donald Trampning dag'dag'alariga nisbatan ozginagina bir yon berish ko'rinishi yoki harakati deb baholadi Zelenskiy. Va agar haqiqatda Vladimir Putin tinchlikni istaydigan bo'lsa, u shu Ukraina talabiga yon berib hech bo'lmasa 30 kun mobaynida o'zaro bir yarashuvga erishish sulhini ham taklif etdi. Lekin Rossiya tomoni biz yaxshi bilamiz, uning narrativlari bor. Biz o'z oldimizga maxsus operatsiyamiz o'z maqsadiga yetmagunicha, ya'ni Ukraina NATO a'zoligiga
harakatidan tiyilishi, bundan tashqari o'sha Ukraina betaraf yadrosiz davlat maqomida qolishi va Rossiyaga o'sha bosib olingan hududlarni masalan e'tirof etishi kerak, ya'ni Rossiyaning subyekt sifatida e'tirof etishi kerak va mana shu Rossiya o'zining konstitutsiyasiga tirkagan Qrimdan tashqari 4 ta bosib olingan viloyatdan Ukraina o'z qo'shinlarini to'liq olib chiqqan taqdirda biz mana shu batamom yakuniy tinchlik shartnomasiga erishishimiz mumkin degan avvalgi pozitsiyasini yana bir bor uqtirib o'tyapti. Ya'ni aytayaptiki, Rossiya tomoni muzokara bo'lishi mumkin Ukraina tomoni bilan, lekin biz o'sha Ukraina tomoni yon bermaguncha oxirigacha jang qilamiz deyapti Rossiya tomoni. O'z navbatda endi hozirgi paytda aytish kerakki, xalqaro hamjamiyatning to'g'risini aytganda shu Ukraina masalasidagi charchaganligi bilinyapti. Yevropani ham, Amerika Qo'shma Shtatlarini ham, Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgi ma'muriyati tushunib yetdi. Agar hozir chek qo'yilmaydigan bo'lsa urushga, Rossiya mening nazarimda urush qancha davom etishidan qat'iy nazar Ukrainani to'laligicha bosib olishi mumkin. Hozirgi paytda Rossiyaga oladigan bo'lsak, ko'p ham hudud kerak emas, chunki 150 million aholi juda ham bir ulkan maydonda istiqomat qiladi. Bu hattoki shundoq ham hududi juda ham katta, dunyodagi eng katta hudud. Aholi jon boshiga bo'lganda endi yerlar juda ham katta, ortib qoladigan darajada. Demakki, mana shu Ukrainani NATOga a'zo bo'lishdan qaytarish, rus tiliga davlat maqomini berish, Ukrainani ayrim hududlarini egallab olish va boshqa talablarni ilgari surayapti. Lekin Ukraina tomoni ham bugun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti talab qilayotgandek hududiy yon berishlarga tayyor emas. Mening nazarimda shunday. Chunki bu Ukrainadagi bitta shaxsga bog'liq emas. Donald Tramp endi masalan biz Qrimni Rossiyaning hududi sifatida tan olmaymiz degandan keyin aynan shu Amerika Qo'shma Shtatlari ommaviy axborot vositasiga yoki matbuotiga intervyusidan keyin bu g'azablanyaptiki, biz xalaqit berayotgan tinchlik shartnomalari erishilishiga xalaqit berayotgan shaxs Vladimir Zelenskiy deb ochiq-oydin ayblayapti. Lekin bu yerda shunday bir narsa borki, bu Zelenskiyning mulki emas, bitta shaxsning mulki emas Ukraina. Uni istagan paytda voz kechib ketadigan, ya'ni Ukraina konstitutsiyasi bor. Ukraina konstitutsiyasiga ko'ra mana shu Qrim yoki Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari Ukraina hududi hisoblanadi. Hozir bu masalan o'zi istagan tarzda xalqi bilan maslahatlashmay, administratsiyasi bilan maslahatlashmasdan turib bu kapitulyatsiya to'g'risidagi hali kapitulyatsiya bo'lishga ancha bor. Bu kapitulyatsiya bo'lish to'g'risidagi yoki hududlarni bemalol Rossiyaga berib yuborish to'g'risida bitimga imzo cheka olmaydi. Bundan tashqari Ukrainada qonun qabul qilingan, Oliy Rada tomonidan tasdiqlangan bu Ukrainani NATOga a'zo bo'lishi to'g'risidagi qonun loyihasi yoki qonun deyishimiz mumkin va mana shu qonunga ko'ra Ukraina NATO a'zosi bo'lishi kerak. Va mana shu tinchlik shartnomasi imzolanishi uchun Kiyev o'z navbatida xavfsizlik kafolatini so'rayapti. Hozir Amerikaning qo'ygan shartlari shundan iboratki, hozirgi sharoitda urushni muzlatamiz, kelgan joyda har kim o'zi to'xtagan joyi hudud sifatida egallab oladi. Ukraina ham masalan egallab turgan hududdan chiqib ketmaydi, o'sha joyda qoladi. Lekin ayni paytda bu yerda olaylik Ukraina qo'shinlari soni masalan 50 ming yoki 100 ming atrofida bo'ladi degan talab bor. NATOga hech qachon Ukraina a'zo bo'lmaydi deyapti va qolaversa Ukrainaning bitta talabi borki, xo'p biz mana shu 4 ta 20% hududimizni berdik Rossiyaga. Lekin u yog'i nima bo'ladi? Bizni xavfsizligimizni kim kafolatlaydi? Ertaga Rossiya yana 1 yil 2 yildan keyin Rossiya bizni hududimizga yana takroran bostirib kirmaydimi yoki Odessa bor, hali Nikolay viloyatlari bor, strategik hududlar hisoblanadi. Va shu nuqtai nazardan hozir Ukrainani mana shu masala o'ylantiryapti. Mayli Ukraina masalan ertaga referendum o'tkazish yo'li bilan o'sha hududlarni Rossiyaga 20% hududini boy berishi mumkin, lekin ayni paytda
Ukrainaning janubiy sharqidagi boshqa rusiy zabonlar ham ko'proq istiqomat qiladigan hududlar bor. Bu hududlarning taqdiri nima bo'ladi degan savol ham Ukrainani o'ylantiryapti. Shuning uchun hozir juda ham bir tomonlar mana shu masalalarda kelisha olmayapti. Endi Donald Trump Rossiyaning fikrini o'rgangandan keyin u ham ko'proq Rossiya pozitsiyasida turibdi. Ya'ni Ukraina Amerika Qo'shma Shtatlari xo'p kafolatchi bo'lsin. Ukraina hududiga masalan bir Rossiya bilan Ukraina qo'shinlarini urush ketishini oldini olish uchun o'rtaga qo'shin tashladigan bo'lsa, mayli Amerika qo'shinlari bo'lmasin, lekin aviatsiyasi havo hujumidan mudofaa tizimlarini bersin, bizga mana shu kafolat bo'lsin. Ertaga tinchlikparvar kuchlar kiradigan bo'lsa, Rossiya ularga ham hujum qilishining oldini olish uchun ana shu sistemalar bizga juda ham zarur degan talablarni ilgari surayapti. Endi Donald Trump shoshilayotganligining sababini ko'rishimiz mumkin. Chunki mana hokimiyat tepasiga kelganiga 30-aprelda 100 kun to'ladi. Bu juda ham bir psixologik ko'rsatkich hisoblanadi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ertaga saylovlar yaqinlashib qoladi, chunki 2 yildan keyin oraliq saylov bo'ladi. Kongressda vakillar palatasi va senatning masalan 3 dan 2 qismi uchun olaylik takroriy saylovlar o'tkaziladi. Ana shu saylovlarda yutqazib qo'ymaslik uchun hech bo'lmaganda 100 kun ichida Donald Trump nimalarga erishganini xalqqa tushuntirib berish kerak. Ya'ni hisobot beradi. Vakillar o'sha Kongressda vakillar palatasi va senat degan 2 palata bor. Mana shu 2 palata huzurida nutq so'zlash orqali xalqqa hisobot beradi. 100 kun ichida iqtisodiyotda nimaga erishdik? 100 kun ichida masalan bir xalqaro maydonda nimaga erishdik? Sog'liqni saqlash, ta'lim sohasida nimaga erishdik? Bu bo'yicha hisobot berish kerak va mana shu 100 kun Donald Trampning bo'lg'usi hokimiyatining qanchalik mustahkamligini sinovdan o'tkazadi. Shuning uchun Donald Trump hozir juda ham shoshyapti. Rossiya bilan Ukrainani to'liq yarashuvga erishtira olmasa-da, lekin hech bo'lmaganda urushni muzlatib qo'yishga. Fikringizga qisman qo'shilaman, ya'ni shu shoshilayapti degan fikringizga to'liq qo'shilaman. Mana endi bu fikringizdan keyin kimga bermoqchi bo'lgan savolim o'zi hozir mana kun tartibiga chiqyapti hozir suhbatimizda. Ya'ni shu shoshganni bir natijasi desak ham bo'lsa kerak. Donald Trump agar yodingizda bo'lsa, Vladimir Putinga 3 kun muhlat qo'yganida, 3 kun muhlat qo'yganda, shu muhlat o'z poyoniga yetdi. Endi menda shunaqa bir fikr shakllanyapti. Endi go'yoki bir o'xshatish qilish mumkin bo'lsa, bu paytgacha Donald Trump masalan shu tinchlikka erishishda asosiy salbiy qahramon sifatida Vladimir Zelenskiyni ko'rayotdi. Endi baribir ko'pincha bayonotlarda Zelenskiyni manziliga ishoralar bor edi. Va so'nggi mana shu 3 kunlik sulhdan keyin mana Putinning bir konkret harakatlari agar bo'lmaydigan bo'lsa, Donald Trump o'zi eshityapmiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham obro'si biroz pasayapti. Mana shu dunyo, lekin aslida Xitoy bilan bo'layotgan shu savdo urushidan keyin, o'sha bojlar e'lon qilingandan keyin Amerikaning o'zida ham unga nisbatan biroz ishonchsizlik paydo bo'lgan xalq orasida va shunaqa vaziyatda u o'zidan bir Robin Hoodni yasab biz aslida mana jabrdiyda bo'layotgan Ukraina tarafidek. Bu sekin Putinga ishora qilgandik, tushunmadi. Mana 3 kun muhlat berdik. Ana endi biz Ukraina taraf bo'lamiz degan qarorlarni kutish mumkinmi? Nimaga buni so'rayapman? Agar kuzatgan bo'lsangiz, masalan, o'sha ketma-ket bayonotlar qatorida mana Peskov aytdiki, biz Rossiya tomoni hech qachon tinchlikparvar kuchlari joylashtirilishini qabul qilmaymiz dedi Ukrainada. O'z navbatida Ukraina tarafi ham o'sha qo'yilayotgan o'sha shartlarni bu Ukraina hukumatini emas, ya'ni Ukraina xalqini ham bu qabul qila olmaydi bu narsani. Ya'ni Rossiyani Ukraina harbiylarini yoki harbiy sanoatini belgilab berishi, hududlar masalasi, ayniqsa o'sha Qrim bu nafaqat Ukraina uchun, balki o'sha mintaqa Qora dengizdan foydalanadigan Turkiya, Bolgariya va boshqa davlatlar uchun ham xavf. Istalgan vaqtda masalan Rossiya mana Ukrainaga qilgan hujumiga qatori ularga ham dengizdan foydalanib hujum qilish kerak deb qilishi mumkin deya go'yoki ularni ham bir signal berib ogohlantirgandek bir ularni ham jalb qilmoqchi bo'ldi. Ana shu voqealar fonida olib qaraydigan bo'lsak, mana Trump haqidagi fikringizni davom ettirsangiz, shu yo'nalishga biroz burmoqchi edim. Trump
Putinga nisbatan munosabatini ham o'zgarishini kutish mumkinmi? Chunki ha, yo'q, uchrashadi, uchrashmaydi degan gaplar ham bor. Masalan, o'sha Saudiyada Putin bilan Tramp ilk marotaba uchrashadi, birozdan keyin masalan yo'q, uchrashish kutilmayapti, uchrashib qolish ehtimoli bor. Har xil xabarlar chiqyapti-da. Mening nazarimda hozirgi geosiyosiy nuqtai nazardan Donald Tramp Ukrainaga nisbatan bosimlarni kuchaytiradi. Lekin aytish kerakki, Vladimir Putinga nisbatan yumshoqqina talablarni ilgari surish mumkin. Ya'ni og'riqli bo'lmagan. Pozitsiyasi yumshoqligicha qoladi. Pozitsiyasi yumshoqligicha qoladi. Ya'ni ko'rib turibmizki, bu yerda orada Putinga ozgina tashlagandek bo'ldi, lekin oradan 2 kun, 3 kun o'tib yana Vladimir Zelenskiyni muzokaralardagi asosiy to'sqayapti. Oldin qarangki, Ukraina AQSh pozitsiyasini o'zgaruvchanligini boshida aytdiki, biz mana shu Rossiyani Ukraina hududini, ya'ni 20% hududini bosib olganligini to'laligicha tan olamiz dedi. Keyinchalik endi yumshadida Ukraina tomoni qat'iy turib oldi. Yo'q, biz tan olmaymiz. Agar parda ortdan aytgan bo'lishi mumkin, Ukraina de facto Rossiya hududi sifatida qolaveradi, lekin de yure, ya'ni huquqiy jihatdan mana shu bosib olingan yerlar Ukraina hududi bo'lib qoladi. Hozircha bir aniq bir to'xtam kelinguncha vaqt ketadi. Shuning hisobiga hozir mana shu pozitsiyada qolamiz degandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti mayli deyapti, unday bo'ladigan bo'lsa Qrimni Rossiya hududi sifatida tan olamiz, e'tirof etamiz. Shunga rozi bo'lasanmi degandan keyin Zelenskiy bunga ham rozi emasligini aytdi va Zelenskiy endi hozir qandaydir bir uning uchun bir istalmagan shaxs bo'lib qolyapti. Ya'ni o'zining bayonotida aynan Zelenskiy mana shu muzokaralarga xalal berayotgan shaxs sifatida ta'kidlab, uni qoralab, imkoni boricha endi bundan keyin Zelenskiy tixirlik qilib turaveradigan bo'lsa, mening nazarimda keyinchalik bir Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri katta Ukrainada, balki bu yerda harbiylar va maxsus xizmatlardan foydalanib davlat to'ntarishi uyushtirish ehtimoli ham yo'q emas. Ya'ni bu yerda yana o'sha Rossiya qora qilib ko'rsatiladi. Rossiya juda katta ustunlikni qo'lga kirityapti frontda. Demakki, Ukraina prezidenti hech bir natijaga erisha olmadi. Mana xalqaro ittifoqchilardan ham ayrilyapti. Endi Ukraina agar keyingi 2 oy, 3 oy mobaynida xalqaro yordam ola olmaydigan bo'lsa, qurolli kuchlar taslim bo'lishi yoki front butkul sinishi mumkin va Rossiya Ukrainaning boshqa hududlarini ham butkul qo'lga kiritadi degan mana shu xabarlar tarqatish fonida Zelenskiyni hokimiyatdan ag'darish mumkin, ya'ni uning aynan ittifoqchilari. Va kechagi London konferensiyasidan keyin ko'ryapmizki, bu yerga Fransiya, Germaniya tashqi ishlar vazirlari, hatto Amerika davlat kotibi, ya'ni tashqi siyosat mahkamasi rahbari Mike Rubioning ham kelmaganligi yoki Utkevning AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili ayni paytda u shu Rossiya Ukraina mojarosi bilan ham shug'ullanyapti va u ham tashrif buyurgani yo'q Londonga. Demakki, o'sha Ukraina xalqaro maydonda tobora yakkalanib qolyapti. Bu ham bo'lsa o'sha Donald Trampning siyosati orqali. Bir vaqtlar aynan Amerika Qo'shma Shtatlarining bevosita homiyligida, Yevropa davlatlari, NATO homiyligida Ukraina mana shu urushni boshlashga, ya'ni Rossiya boshladi urushni, lekin Ukraina muzokaralar olib borishdan bosh tortdi. O'sha paytda muammoni hal qilsa bo'lardi. Vladimir Putin 2021-yil noyabr-dekabr oylarida Washingtonga ham, NATO poytaxti Bryusselga ham nomalar yubordi. Agar mana shu qizil chiziq bosib o'tiladigan bo'lsa, Ukraina NATOga kiradigan bo'lsa, biz urush boshlaymiz deb ochiq aytgandi va agar o'sha paytda muloqotlar boshlanganda hozirgi urush bo'lmasmidi degan fikrlar ham xayolga keladi-da. Va mana endi hozir Mike Rubio ham tan olyaptiki, mana shu Rossiya bilan AQSh urushi bo'ldi aslida. Mana shu urushda biz Ukrainadan proksi davlat sifatida, ya'ni vassal davlat sifatida foydalandik deyapti. Endi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti tushunib yetdiki, mana shu urushga qancha mablag' sarflagani bilan Rossiyaga qarshi mana 15-16 ta paketlar sanksiya joriy etildi. Bu narsalar ish bergani yo'q. Demakki, endi urushdan yorug' yuz bilan chiqib ketmoqchi, ya'ni g'olib sifatida. Ya'ni g'olib sifatida chiqmoqchi, Amerika xalqiga shunday ko'rsatmoqchi. Mana bizni urushga sarflagan mablag'imiz o'zini oqladi. Ukraina bilan nodir metallar bo'yicha shartnoma imzoladik
va endi bizning kompaniyalarimiz Ukrainada qazish ishlari bilan, ularni eksport qilish bilan ukrainalik hamkorlar bilan birgalikda foydalanadi. Zaporojye atom elektr stansiyasini ham mana boshqarishga kelishdik deydi. Rossiyaning masalan energetik sektorini nazorat ostiga oldik. Yevropaga mana Ukraina orqali gaz yetkazib beriladi, neft yetkazib beriladi Ukraina orqali. Va endi mana shu quvurlarning nazoratini ham, aksiyasini ham AQSh sotib olmoqchi va Rossiya bilan birgalikda Yevropaga gaz va neft energetik mahsulotlarini eksport qilmoqchi. Va mana sohada ham biz mana daromad oldik. Yoki Rossiyaning energetik va boshqa daromad keltiradigan sohalarga 350 milliard dollar miqdorida sarmoya yotqizdik va aytish kerakki, qolaversa Rossiyaning nodir va qimmatli metallar bozoriga ham kirdik. Xullas biz mana shu urushdan katta daromad bilan chiqdik deb xalqiga tushuntirmoqchi. Afsuski, bu hozircha niyatligicha qolyapti. Endi Donald Tramp baribir biznesmen va urushga ham shu biznes nuqtai nazaridan qarayapti-da. Albatta. Hozir siz ilgari surgan bir nima deymiz, ehtimolga mana bir statistika bilan baham ko'rmoqchiman. Ya'ni Zelenskiyni o'sha hokimiyatdan ag'darish yoki olib tashlash mumkinligini. So'nggi statistika bu o'sha xalqni endi bilamiz 10 millionga yaqin aholi baribir qochqin sifatida Ukrainani tark etdi. Lekin shu Ukrainada qolgan aholini yil boshida bu ko'rsatkich juda ham past bo'lgan ekan, hozirgi kunda 70% ga yaqin aholi qo'llab-quvvatlayapti. Ayniqsa bu ko'rsatkich o'sha ilk marotaba Zelenskiy va Trampning Oq uydagi uchrashuvidan keyin ancha shu skala bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ancha yuqorilagan. To'g'ri. Ya'ni Ukraina xalqi o'z yetakchisiga, ya'ni Zelenskiyga ishonyapti deb. Endi o'qib qoldim. Bu yerda ham Tramp o'zgacha bir so'z o'yinini qilgan bo'lishi ham mumkin degan ehtimol ham bor. Ya'ni Vladimir Stop deganda bu Putinni nazarda tutdimi yoki Zelenskiymi degan bir ehtimol ham bor. Masalan, shu jihati ham bor. Masalan, shu tarafi ham bor. Endi to'g'ri kuzatamiz qani bu yog'iga, chunki har hafta aynan mana shu mavzuga oid biror bir bayonot yoki biror bir yangilik baribir kuzatilyapti. Lekin ming afsuski, mana shu har o'tgan kun qurbonlar sonini oshishiga sabab bo'lyapti odamlar. Mana Donald Trampning bergan ma'lumotga ko'ra, har hafta 5,5 ming odam urushda halok bo'lyapti. Bundan tashqari, haqiqat siz aytgandek hali muloqotlar davom etadi. Menimcha Qo'shma Shtatlar talab qo'ygani bilan hali muzokaralardan chiqmasa kerak deb o'ylayman, chunki bu yerda Qo'shma Shtatlar hali o'zining maqsadlariga erishmasdan turib chiqib ketish qiyin bu o'yindan. Va masalaning boshqa taraf bor. Mana yaqin kunlarda yana Uitkivning Rossiyaga 4-marotaba tashrifi kutilyapti. Menimcha bular Ukraina tomonidan o'sha pozitsiyalarni olyapti. U yoki bu masala Rossiya tomonidan ilgari surilgan talablarga Ukraina munosabatini o'rganyapti-da, keyin Uitkiv Moskvaga kelyapti va undan keyin Rossiya ham o'zining talabini ilgari suryapti. Bu yerda o'sha Qo'shma Shtatlar menimcha hozirgi sharoitda har ikki tomonning fikrini o'rganib, pozitsiyalarini bir yaqinlashtirishga harakat qilayotgan ko'rinadi. Keyingi savolga o'tsak, Abduvali aka, o'zi dunyo hamjamiyatini shu Rossiya Ukraina masalasi boshini og'ritib turib yetmagandek, yana bir qaynoq nuqta jahon xaritasida paydo bo'ldi. Bu ikkita yadroviy qurollarga ega bo'lgan davlat Hindiston hamda Pokiston o'rtasida juda ham bir ziddiyat yuzaga kelyapti. Har ikki tomon bir-biriga qarshi bir bayonotlar, informatsion bir urush desak ham bo'ladi, bir xurujlarni amalga oshirishyapti va menga bu holat o'sha Rossiya Ukraina urushini ilk davrlarida bo'lgan bitta narsani bugun ko'rib yodimga tushib ketdi. Ya'ni kim agar esingizda bo'lsa, o'shanda shunaqa solishtirish bo'lgandi. Bugun shunaqa statistika chiqdi. Ya'ni Pokiston bilan Hindiston who is stronger, ya'ni kim kuchliroq deb harbiy texnikalarni, harbiy bir imkoniyatlarni baholashgan. Hindistonda qancha tanka bor, Pokistonda qancha suvosti kemasi, kema, masalan, o'sha zirhli texnika. Endi bu yoqda ustunlik baribir Hindiston taraflama, yadroviy qurol bo'yicha baribir Pokiston biroz ustunroq ekan, raketalar soni bo'yicha. Bu shunaqa jiddiylashib ketsa, bu mana shu munosabatlar bu ikkinchi urush bo'lishi mumkinmi? Ya'ni hozir Rossiya Ukrainaga o'xshab demoqchiman. Chunki voqealar rivojini ko'ryapmiz, chegaralar yopildi,
o'sha o'zaro kelishuvga erishilgan Hind daryosini mana Hindiston foydalanishni taqiqlamoqchi. Men o'zim o'tgan yili erta kuzda Pokistonni Lahor shahrida borganimda o'sha Hind daryosini ko'rganman. O'sha pokistonlik u yerda bizni kutib olib, biz bilan birga yurganlar shu Hind daryosi, undan foydalanishligi va bu asosiy shu manba ekanligini, ya'ni shu ekin-tekinlarga tortib iste'mol uchun ham mana shu daryodan foydalanishligini tushuntirib berishgandi. Ya'ni men o'shani aytmoqchimanki, bu daryo juda ham ahamiyati katta Pokiston uchun va Pokiston shuning uchun bo'lsa kerak, buni urush e'lon qilish deb qabul qilyapti, ya'ni shu Hindistonni bergan bayonotini Hind daryosiga nisbatan. Endi savol, qanaqa bo'ladi istiqboli? Urushga ketish mumkinmi bu davlatlar? Umuman mana shu Kashmirdagi voqea manzilini shu Pokistonga qaratish, Pokistonning xavfsizlik kuchlariga qaratish va Hindiston mana hozir talab qilyapti, xalqaro miqyosda Pokiston chiqib, biz terrorizmni, xalqaro terrorizmni qo'llab-quvvatlamaymiz deb bayonot bersagina biz biroz yumshaymiz deb oddiy til bilan aytgan. Juda yaxshi o'xshatish bo'ldi. Ya'ni Rossiya Ukraina urushi bu geosiyosiy raqobat yoki ustunlik uchun kurash, ya'ni Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi bilan dunyodagi ta'sir doirasini bo'lib olish uchun boshlangan urush edi. Rossiyaning urushi Ukraina bilan, ya'ni Ukrainani bo'ysundirish orqali sobiq Sovet respublikalarida va Markaziy Sharqiy Yevropadagi ta'sir doirasini kengaytirish yoki ta'sir doirasini oshirish uchun boshlangan urush desak to'g'riroq bo'ladi. Va bugungi kunda Qo'shma Shtatlar Markaziy Sharqiy Yevropadagi 20 ming askaridan 10 ming nafarni olib chiqish borasidagi qarorlari mana shu Vladimir Putinning talablariga qandaydir bir mos keladi deyishimiz mumkin. Endi mana shu Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat esa ko'proq menga suv resurslari uchun kurash boshlangandek bir taassurot uyg'otyapti. Ya'ni dunyo tahlilchilari, masalan, aql markazlari 21-asrda dunyoda shu energetik resurslar va suv zaxiralari uchun kurash boshlandi degan bir bashoratlarni ilgari surishganda, endi bu yerda asosiy bahona mana shu Jammu Kashmir hududi uchun bo'layapti aslida. Buning boshlanish tarixidan kelsak to'g'riroq bo'lardi. O'sha Buyuk Britaniya mustamlakachiligi ostida yashagan Hindiston keyinchalik bir necha davlatlarga bo'lindi. Birinchi Hindiston va Pokistonga, va bu yerda Jammu Kashmir shtati bir talash hudud sifatida qolib ketadi. Chunki Jammu va Kashmir shtatlarida aholining 80-90% musulmonlardan iborat bo'ladi. Va bu yerda lekin musulmonlar ko'pchilikni tashkil qilgani bilan rojalar deymiz, ular hindlar, asosan hind knyazlari bu yerda hukmronlik qilgan. Va tabiiyki keyinchalik bu yerda 1947-yildan boshlab urush kelib chiqqandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti yordamga keladi, ularni ajratishga, yarashtirishga harakat qiladiki va shundan keyin ma'lum vaqt o'tsa, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu yerda biz referendum o'tkazamiz. Referendumda aholi kimni tanlasa, Pokistonni tanlasa, u Pokistonga o'tadi. Hindiston tanlasa Hindistonga o'tadi degan shartlarni qo'yadi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmay Hindiston qurolli kuchlari Jammu Kashmir shtatini egallaydi va o'zining konstitutsiyasiga Jammu Kashmir shtati kiritiladi. Hindistonning tarkibida qoladi Jammu Kashmir va shundan keyin 1965-yilda, 70-yillarda va 1999-yilda 3 marta katta urush bo'lib o'tdi. Ularning biri 1966-yilda Toshkentda Pokiston va Hindiston rahbarlari o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanishi bilan yakun topdi, lekin Jammu Kashmir shtati muammosi hal bo'lmay qoldi. 90-yillardan keyin Hindistonda 2000-yillardan keyin Bharatiya Janata partiyasining obro'si oshib ketadi. Millatchi ko'rinishdagi partiya, Hindiston hindullarniki degan shiorni ilgari suradigan partiya va mana shu partiya va uning lideri Narendra Modi hokimiyat tepasiga kelganidan keyin mana shu millatlararo nizolar yana kuchaydi. 2016-yildan boshlab yana o'sha Jammu Kashmir shtati terroristik harakatlar kuchayib ketdi. 2016-yilda olaylik Hindistonlik askarlarga hujum uyushtiriladi avtokolonnasiga
Bu yerda 20 dan ortiq hindistonlik askarlar halok bo'ldi. 2019-yilda yana shunday takroriy avtokoloniya hujumi oqibatida 40 dan ortiq Hindiston askarlari halok bo'ladi va mana shundan keyin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi va prezidentning tashabbusi bilan parlamentga konstitutsiyadagi 370-moddani bekor qilish taklifi ilgari suriladi. 370-modda shundan iboratki, Hindistonning Jammu va Kashmir shtati avtonom huquqqa ega. Boshqa shtatlarga qaraganda juda keng muxtoriyatga ega bo'lishi kerak. Va endi mana shu qonun 2019-yilda bekor qilindi. Bu narsa o'sha kuzatuvchilar tomonidan ham aytilgandi. Endi Jammu Kashmir shtatida faqat qon to'kilish bo'ladi, faqat zo'ravonliklar bo'ladi degan, chunki aholining ko'pchiligi hali ham musulmonlardan iborat. Bu yerda Hindistonning 500 mingdan ortiq askarlari joylashtirilgan bitta shtat o'zida va tabiiyki mana shu askarlar joylashtirilgandan keyin aholida erkinlik bo'lmaydi, inson huquqlari toptaladi va shu nuqtai nazardan bu yerda masalan tez teraktlar sodir etiladi va Hindiston hukumatı mana shu xatti-harakatlarni sodir etishda Pokiston razvedkasi qo'llovi ostidagi ekstremistik tashkilotlarni ayblaydi. Ya'ni bu xatti-harakatlar terrorchilik harakati ortida Pokiston davlati va uning razvedka xizmati bor degan mazmunda Pokistonni ayblab keladi va shuning uchun mana shu muammo mardi singari bir yaraga aylanib, hali ham bir bitmas tuganmas muammoga aylanyapti. Va yana bir masalaga e'tiborni qaratmoqchiman. Bu yerda Pokistonni bo'ysundirish va Pokistonni mana shu yon beruvchi bayonotlarga undash maqsadida suv masalasini ilgari suryapti. Pokistonning qishloq xo'jaligi mana shu Kashmir, Jammu Kashmir shtatidan boshlanadigan suvlar, ya'ni o'sha daryolarning oqimi, ya'ni daryolar suviga juda ham bog'lanib qolgan. Bu suv yetib kelmasa, bu Pokiston qishloq xo'jaligi o'ldi degani. Bu yerda kamida 200 milliondan ortiq insonning taqdiri yotibdi. Pokiston tomoni ham bayonot berdi. Agar Hindiston suvni to'sib qo'yadigan bo'lsa, bu urushni anglatadi. Bu katta urushni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun hozirda suv masalasidan bosim sifatida foydalanmoqchi Hindiston hukumati. Menimcha har ikki tomon hozir katta urushga tayyor emas. Bu katta urushning boshlanishi ertaga nazorat qilib bo'lmaydigan eskalatsiyaga olib kelishi mumkin. Agar shunday urush boshlanadigan bo'lsa, ikkala tomondan biri yadroviy qurolni ishga solishi ehtimoli yo'q emas. Bu millionlab insonlarning taqdiri degani. Menimcha Hindiston rahbariyati ham, Pokiston rahbariyati ham hali aqldan ozgani yo'q, menimcha yadro qurolni ishga solishga. Endi agar bir mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak, agar bu davlat o'rtasidagi mana shu munosabatlar shunaqa jiddiy tus olib ketaveradigan bo'lsa, ularning o'rtasiga kim tushishi mumkin degan masala kun tartibiga chiqyapti. Chunki Yevropa ittifoqi bilan AQSh mana ko'rib turibmiz, Ukraina bilan ovora, ularni Pokiston, Hindistonga vaqti ham bo'lmasa kerak. Xitoy AQSh bilan hozir savdo urushi borasida bosh qotiryapti va o'z-o'zidan aynan mana shu mojaro hozir boshoriq, haqiqatdan ham haligi keraksiz bir paytda, keraksiz vaqtda bo'layotgan bir nizo. O'zimma hamma nizolar kerakli bo'lmaydi-yu. Endi mana hech kim o'rtaga tushmasa, muzokara bo'lmasa, ya'ni kelishinglar unaqa bir-biringlarga nisbatan oddiy til bilan aytganda urushga olib boradigan harakatlarni to'xtatinglar deydigan biror bir muzokarachi topilmasa, baribir siz hozir juda bir pozitiv fikrlardasiz. Bo'lmasa kerak deb o'ylayapsiz, lekin bo'lib qolish ehtimoli bormi? Chunki men so'nggi videolarni mana internetda chiqayotgan o'sha lavhalarni ko'rsam, har ikki davlat ham shu harbiy texnikalarni chegaraga joylashtirayotganlarini ko'rdim-da, hozir mana shu suhbatga tayyorlanish jarayonida ham. Saida Olamxon aka, bilasizmi, bu jarayonlar 2016-yilda ham 2019-yilda ham, masalan 2000-yillarning boshida ham juda ko'p terrorchilik harakatlar bo'lgan. U paytda ham ikkala tomon bir-birini ayblagan, mana shu eskalatsiyada va og'ir texnikalarni, harbiylarni keltirgan. Lekin mana o'sha paytda ham Amerika Qo'shma Shtatlari vositachilik qilishga uringan. Bu yoqdan Rossiya biz muzokaralarda vositachilik qilishga tayyormiz deyishgan, lekin Narendra Modi Pokiston bilan Hindiston o'rtasida vositachi kerak emas, biz o'zimizni aloqa kommunikatsiyalarimiz bor va biz kerak bo'lsa yarashib olamiz, o'zaro til topisha olamiz, uchinchi kuchlarsiz degan. Va menimcha bu safar ham shunday bo'lishi aniqroqqa o'xshab turibdi. Ya'ni
Hindiston tomoni shu kechirim so'rashini Pokiston tomoni va bir siyosiy bayonotlar berishini kutyapti. Nazarimda hozirgi paytda shundoq ham Pokiston tomoni mana shu Jammu Kashmirdagi terroristik harakatlarni qoralab chiqdi. Qat'iyan qoralab chiqdi. Buni mudofaa vaziri ham, tashqi ishlar vaziri tilidan ham menimcha endi ular Pokiston bosh vazirini Shahboz Sharifni uzrini kutishayotgan bo'lishlari mumkin. Nazarimda eskalatsiya, masalan, chegaralarda ayrim otishmalar bilan cheklanishi yoki 2019-yilda bo'lgandek Pokiston ham o'shanda Hindistonni pozitsiyalariga zarba bergan. O'z navbatda Hindiston ham Pokistondagi ayrim nuqtalarga zarbalar bergan. Menimcha tomonlar bir-birlariga mana shu aholini tinchlantirish, siyosiy mujdalar yo'llash uchun aholiga mana biz dushmanni o'sha mana shu xatti-harakatlar ortida turgan kuchlarni zararsizlantirdik degan ma'noda aviatsiyadan har ikki tomon bir-biriga zarbalar berish bilan cheklanadi nazarimda. Nima bo'lganda ham bu yangi urush o'chog'i bo'lmasin deb umid qilamiz. Ikkala tomon ham bilasizmi, bu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar. Menimcha mana shu bu yil Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib o'tish kerakmidi yo Tojikistondami, esimda yo'q shu joy. Ishqilib Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida nazarimda tomonlarni bir yarashtirib olishga bir imkoniyat bo'ladi. Pozitsiyalarni ancha bir yaqinlashtirishga qaratilgan. Umid qilamiz. Siz menga shu keyingi bermoqchi bo'lgan savollarimga fikrlaringiz bilan nima deydi bir poydevor yaratib ketyapsiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti haqida so'z ochdingiz. Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'ilishiga Xitoy tomoni Afg'onistonni taklif etdi. Endi bu keyingi mavzuyim mana. Afg'onistondagi Tolibon hukumati. Bu borada bir ko'rsatuvimizda ham biroz to'xtalib o'tgandik. Asta sekinlik bilan, juda sekinlik bilan kechyapti bu dinamika. Tolibonni baribir tan olayotgan davlatlar statistikasi bitta, ikkita bo'lib ko'payyapti. Ya'ni tan olinishni boshlayapti. Va jahon hamjamiyatining shu asosiy talabi ayollar huquqlari, bolalar huquqlari tiklansa, bu jarayon tezlashishi mumkin degan bir shartlar bor. Mana umumiy aytadigan bo'lsak mujdani. Lekin shunday bo'lsa-da, baribir bizni yon qo'shnimiz Afg'oniston, uni kelajagi va u bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bizni befarq qoldirmaydi. Ayniqsa mana Amerika Qo'shma Shtatlarini boshqaruviga Donald Trump kelganidan so'ng AQShning endi Afg'onistonga nisbatan pozitsiyasi qanaqa bo'lar ekan degan savol va kun tartibiga chiqyapti. Ya'ni o'sha AQSh qoldirgan harbiy texnika borasida ham bir savollar, muammolar paydo bo'ldi, xabaringiz bor. Umuman Afg'oniston, Tolibonning hozirgi holatiga ham bir to'xtalib o'tsak. Haqiqatda bugungi kunda shu Afg'oniston masalasi xalqaro hamjamiyatning eng og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib qolyapti. Bu yerda Afg'onistonda to'g'risini aytganda gumanitar vaziyat yaxshi emas. To'g'ri, masalan, bu yerda toliblar muvaqqat hukumat sifatida hokimiyat tepasiga kelganda noqonuniy narkotiklar savdosi birmuncha kamaydi. Buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, qo'shni davlatlar ham e'tirof etyapti. Bu yerda korrupsiya ancha tag tomiri bilan quritildi. Afg'onistonda birmuncha o'sish bor, chunki Afg'onistonga qo'shni davlatlar unga ko'mak ko'rsatyapti. Uni infratuzilmasini tiklash, yangi ish o'rinlarini tiklashda yoki savdo sotiqda Afg'onistonga juda katta ko'mak ko'rsatilyapti. Olaylik O'zbekiston. O'zbekiston Afg'onistonni bir muammoli mamlakat emas, imkoniyatlari keng bo'lgan mamlakat sifatida e'tirof etyapti. Ya'ni Afg'oniston bilan savdo sotiq qilish mumkin, Afg'oniston bilan iqtisodiy aloqalar qilish mumkin, bordi keldilarni kuchaytirish kerak. Bu yerdagi infrastrukturalarni tiklash orqali afg'onlarga yangi ish o'rinlarini yaratib berishimiz kerak. Afg'onistonni yana 90-yillar kabi o'z holiga tashlab qo'yadigan bo'lsak, Afg'oniston yana terrorizm o'chog'iga aylanadi deb prezidentimiz ko'p bora ta'kidlayapti. Mana shu Sharqiy Yevropadagi, ya'ni Rossiya Ukraina urushi tufayli Afg'oniston masalasi unutilyapti. Janoblar, agar biz unutib qo'yadigan bo'lsak, yana yonimizda yana urush o'chog'i paydo bo'ladi deb bir necha bor Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan ham yoki mana Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'inlari bo'ladimi yoki MDH yig'inlari bo'ladimi, Yevropa ittifoqi raisi kim bilan muzokara olib borishdan qat'iy nazar
Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish masalasi ko'tarilyapti va mana O'zbekiston amalda o'zini ko'rsatyapti. Termizda birgalikda bozor tashkil etilyapti. Masalan, u joydagi 40% masalan savdo nuqtalari Afg'oniston fuqarolariga berildi. Yoki masalan Mozori Sharifgacha bo'lgan temir yo'l qurilishida qanchadan qancha insonlar ishladi. Mana hozirgi paytda boshqa davlatlar ham bu yerda Afg'onistonda eski ishlamayotgan korxonalarni qayta qurish borasidagi niyatlarini ham bildirishyapti va siz boya aytib o'tganingizdek Afg'oniston bilan hozirgi hukumati bilan aloqalarni tiklamoqchi bo'lgan davlatlar soni kun sayin oshyapti, ya'ni rasmiy ravishda. O'zi shundoq ham Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston yoki Turkmaniston, Tojikiston davlatlar birmuncha savdo aloqalariga ega edi. Lekin uni rasman masalan aloqalarni yo'lga qo'yish avvalgi hukumatning elchixonalarini Tolibonga berish masalasi ko'tariladi. Ya'ni bu yerda Afg'oniston muvaqqat hukumatini hozirgi jarayonda rasman tan olish, e'tirof etish emas, balki u bilan savdo sotiq aloqalarini yo'lga qo'yish haqida ko'proq gap ketyapti va shuni maqsadda mana birinchi bo'lib Qozog'iston hukumati Tolibonni terroristik tashkilotlar ro'yxatidan chiqardi. Undan keyin bu ishga Qirg'iziston qo'shildi va mana uzoq davom etgan muzokaralardan keyin Rossiya Oliy sudi ham shu aprelning 20-sanasidan keyin terrorchilar Afg'onistonni terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqardi va endi Afg'onistonning avvalgi hukumatiga qarashli bo'lgan elchixona ham Moskvada bemalol faoliyat yuritadigan bo'ldi va Moskvada Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha bu yerda inklyuziv hukumat tuzish va boshqa masalalar yuzasidan ko'plab muzokaralar bo'lib o'tdi. O'sha Moskvadan tashqari mana o'zimiz Toshkentda ham bir necha bor muloqot, xalqaro darajada BMT shafeligida ham muloqotlar bo'lib o'tdi. Xullas, mana shu bugungi kunda Afg'onistonning yangi muvaqqat hukumati bilan muloqot o'rnashga urinayotgan davlatlar soni ortyapti. Bular orasida Xitoy Xalq Respublikasi ajralib turadi. Xitoy allaqachon Tolibonga o'zining hududidagi Afg'oniston elchiligini topshirgan va o'z navbatda Xitoy ham elchiligi Kobulda faoliyat ko'rsatyapti. Xullas, bugun Afg'onistonda anchagina tinchlik o'rnatilgan va mana kuni kecha Kobulda Rossiya elchisi Afg'oniston hukumati rasmiylari tomonidan qabul qilinganki, bu yerda Salang dovonini qayta tiklash masalasi va ilgari Sovet davrida qurilgan zavod va fabrikalarni Rossiya tomonidan ishlatish uchun sarmoya kiritish masalalari ham muhokama qilingan. Albatta Rossiyaning mana shu Afg'onistondagi qayta tiklash ishlariga aralashuvi ham yaxshilikdan nishona. Menimcha endi bu yerda mana shu xatti-harakatlardan keyin albatta G'arbiy Yevropa va Amerika tomonidan bo'lmasa ham global janub davlatlarining Afg'oniston bilan aloqalari kuchayadi. Umuman xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish uchun masalan Tolibon hukumatini men bekorga o'sha Shanxay hamkorlik tashkilotiga taklif qilingan tilga endi bu hozircha kuzatuvchi maqomida qolishi mumkin. Said Olimxon aka birinchi navbatda u xalqaro tashkilotlarga qo'shilish uchun xalqaro darajada tan olinishi kerak. Ya'ni birinchi bo'lib bu ishni Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshlab berish kerak. Bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Afg'oniston muvaqqat hukumatini hukumat sifatida rasman e'tirof etadigan bo'lsa, ana undan keyin Afg'oniston o'sha hozirgi hukumati Shanxay hamkorlik istasada endi siyosiy iroda bo'ladigan bo'lsa, Shanxay hamkorlik tashkilotiga ham a'zo bo'lishi mumkin yoki Markaziy Osiyo maqsad uchrashuviga ham qo'shilishi mumkin, chunki Afg'oniston ham Markaziy Osiyo hududi sanaladi. Umuman olganda, hozir bir bu mavzuga bir yakun yasashdan oldin bir esimga tushib qoldi. 3 yildan oshdi. Biz UzReport TV jamoasi ijodiy guruhi bilan Afg'onistonda bo'lgandik. Mana shu televideniya tarixida ilk bor shu to'g'ridan-to'g'ri efirlarni amalga oshirganmiz. Qobuldan, Hirotdan, Navoiy hamda Bobur tavalludi munosabati bilan va o'shanda o'zim shaxsiy kuzatuvlarimda juda ham bir baland binolar qurilayotganda ko'rganman. Endi haligi zamonaviy kranlar yo'q. Qanaqa qurasizlar deganda bir oddiy afg'onni aytgan gapi har doim o'ylantiradi meni. Biz o'z aslida juda ham mehnatsevar, mehnatkash xalqmiz. Bizga tinchlik bo'lsa, biz katta yutuqlarga erishamiz hali. Bir umid bilan aytgandi-da. Va mana shu
tinchlik va tinchlikni bir ta'minlaydigan, kafolatlaydigan davlatlar, xususan mana O'zbekiston yaxshi qo'shnichilikni ilgari suryapti. Afg'onistonga nisbatan shunaqa bir sharoitlar bo'lsa, menimcha Afg'oniston ham tez orada o'zini umid qilamiz tiklab oladi deb. Shu fikrlaringizni qo'shimcha qilmoqchi edimda, mana o'sha aynan Donald Tramp bu afg'onlararo tinchlik jarayoniga katta hissa qo'shgan siyosatchi hisoblanadi. Aynan uning vositachiligida, ya'ni bevosita o'zi ishtirok etmagan bo'lsa-da, uning ma'muriyati tomonidan Qatarda, Dohada afg'onlararo tinchlik bitimiga erishilgandi va ana shundan keyin Afg'onistonda asta-sekinlik bilan tinchlik jarayonlari iziga tushdi va o'shanda O'zbekistonning ham takliflari, tashabbuslari inobatga olingan va albatta mana shu O'zbekistonning ham bu yerdagi tinchlikka hissasi katta bo'lgan edi va yana bir fikrni aytmoqchimanki, bu o'rinda O'zbekiston bu hozirgi paytda Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqligini kuchaytirish uchun juda yaxshi tashabbusni ilgari surgan. Bu Afg'oniston orqali amalga oshadi. Ya'ni Afg'onistondagi tinchlik O'zbekistonga yana bir imkoniyat beradiki, xalqaro bozorlarga, xalqaro okeanlarga chiqishi uchun Afg'oniston tayanch bazasini o'tashi, ya'ni tranzit vazifasini o'tashi mumkin. Ya'ni masofani qisqartiradi. Albatta, O'zbekiston Turkmaniston orqali Eron portlariga chiqishi mumkin va mana shu ilgari surilayotgan Termiz, Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'li, transport yo'li ishga tushadigan bo'lsa, bu bizning o'sha Afg'oniston orqali Pokiston portlariga chiqish imkoniyatimiz degani. Ya'ni biz faqatgina shimoliy yo'nalishlarga qarab yoki ularga qaram bo'lib qolmaydigan bir imkoniyati yuqori davlatga aylanishimiz mumkin deb o'ylayman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Bevosita mana hozir siz kuzatuvchi bo'lib qatnashish mumkin deya ta'kidladingiz, masalan, shu Afg'oniston hukumatini. Yodingizda bo'lsa, Turkiy davlatlar o'sha sammitida, Toshkentda o'tgan sammitda bitta davlat kuzatuvchi maqomida ishtirok etgandi. Ya'ni Shimoliy Kipr Turk Respublikasi. Endi hozir bugungi dasturda shu mavzuni ham qisqacha, juda bir chuqur kirish niyatimiz yo'q, qisqacha bir sizni sharhlaringizni eshitmoqchi edim bu borada, fikrlaringizni. Mana shu kichkina bir orol davlatda katta voqealar bo'lyapti desak bo'ladi. Avvaliga men shu Kiprdan turklar chiqib ketsin deya bir shiorlarni ko'tarib bir namoyishlar boshladi o'sha yerda yashaydigan greklar, yunonlar va mana shu Markaziy Osiyo hamda Yevropa Ittifoqi Samarqandda o'tgan sammitda imzolangan shu deklaratsiyaga nisbatan Turkiyadagi muxoliflar bizni shu turkiy qardoshlarimiz e'tiborsizlik qilishdi deya bir bayonotlar berishdi. Endi bilamiz, turklar juda ham bir hissiyotga boy, emotsional xalq va mana shunaqa nima deydi, bir jihatlarni u amaldagi hukumatga nisbatan bir a priori sifatida, bir ayblov sifatida foydalanish uchun ham undan bir foyda sifatida imkoniyatdan foydalanib qolishga harakat qiladi, balkim shu yo'nalishdadir. Endi Shimoliy Kipr Respublikasi va Markaziy Osiyo va umuman shu bilan bog'liq jarayonlar haqida ham fikrlaringizni so'ramoqchi. Men ham shu savollarga qisqacha javob beraman. Mana birinchidan O'zbekiston bir vaqtlar hali tashkilotga aylanmagan maslahatlashuvchi organ bo'lgan Turkiy davlatlar hamkorlik kengashidan chiqib ketgandi birinchi prezident boshqaruvi davrida. Sabab sifatida bu tashkilot siyosiylashib ketayotgani, iqtisodiy masalalardan ko'ra ko'proq siyosiy masalalarga urg'u berilayotgani, unda bitta davlat, ya'ni Turkiya katta og'alik rolini o'ynashga urinayotgani bilan izohlangandi va keyinchalik o'sha tashkilotga aylandi. Naxchivandagi sammit orqali O'zbekiston 2019-yilda bu tashkilotga qo'shildi, lekin agavorka deymiz, o'ziga yarasha shartlar bilan. Ya'ni biz bu tashkilotdan faqat iqtisodiy va transport, logistika imkoniyatlardan foydalanish jihatdan a'zo bo'lyapmiz. Ya'ni o'sha biz bu siyosiylashtirilishini istamaymiz tashkilotni degan mazmunda kirgan bu tashkilot. Endi hozir ko'plar aytayapti, bu Turkiy davlatlar tashkiloti qachon o'zining yagona armiyasiga ega bo'ladi yo qachon siyosiy bir, menimcha bunga aylanmaydi. Har bir davlat, masalan, mana shu tashkilotga a'zo davlatlarning aksariyati hammasi u yoki bu davlatning hududiy yaxlitligini hurmat qilish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavi va umum e'tirof etilgan qonun qoidalariga rioya etishini hurmatlaydigan davlatlar klubi.
Ya'ni O'zbekiston ham, masalan, o'zimizning konstitutsiyamizda ham yozib qo'yilgan, O'zbekiston agar qonunlari, qabul qilgan qarorlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustaviga yoki xalqaro qonunlarga zid kelsa, biz mana shunday farmon qarorlardan voz kechamiz deyilgan. Qozog'iston ham shunday, Qirg'iziston ham shunday, Turkmaniston endi betaraf davlat va u ham xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan qonun qoidalariga bo'ysunadi. Demak, biz agar bugungi kunda o'sha Shimoliy Kipr Turk Respublikasini tan oladigan bo'lsak, bu biz Birlashgan Millatlar Tashkilotini tan olmaymiz, uning qabul qilgan rezolyutsiyalar, qarorlari bizga bir chaqaga arzimaydi degan ma'noga kelib chiqadi. Bu xalqaro maydondagi o'zimizning nufuzimizni, obro'yimizning yo'qolishiga ham sabab bo'ladi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining 541 va 550 rezolyutsiyalariga ko'ra Kipr Respublikasi mustaqil bir tuzilma, alohida davlat, u ya'ni Shimoliy Kipr Turk Respublikasi noqonuniy deb e'tirof etilgan. Yagona Kipr Respublikasi bo'lish kerak va aytmoqchimanki, turk birodarlarimiz, turk davlati bizning mintaqamiz davlatlaridan xafa bo'lmasligi kerak. Aks holda biz boshqa davlatlarning, masalan, olaylik, ertaga Rossiya masalan 4 ta Ukraina viloyatini bosib olganmi, ularni ham masalan tan olishimizga to'g'ri keladi. Ertaga biz Turkiyani Shimoliy Kipr Turk Respublikasini mustaqil respublika deb tan olsak, boshqa dunyoda mana Kosovo degan o'lka bor. Va xullas biz kashi ichida qolib ketamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu Yevropa Ittifoqi sammitida mana shu qo'shma bayonotni imzolash orqali 4 ta respublika juda to'g'ri yo'lni tanlagan. Demak, va nazarimda Turkiyani amaldagi hukumat ham buni to'g'ri tushunyapti. Albatta. Buni muxolifat, ya'ni hozirgi kunda faqat muxolifat yoki o'sha muxolifatga qarashli ommaviy axborot vositalari va ayrim blogerlar ko'proq tanqid qilishyapti, ya'ni Markaziy Osiyoga nisbatan sanksiyalar qo'llash. Endi bunday sharoitda qo'llagan taqdirda ham Turkiyani o'zi yutqishi mumkin. tiklangan munosabatlarni o'zi biz xohlamasa kerak Turkiya. Vaqtimiz o'z poyoniga yetyapti, Abduvali aka, lekin 2 daqiqa bo'lsa ham yana bitta mavzuda fikrlaringizni olib qolmoqchi edim. Ya'ni AQSh-Isroil munosabatlari, AQSh-Eron munosabatlari, Isroil munosabatlari deb. Endi Isroil bo'lgani uchun o'rtada muzokaralar bo'lyapti. AQSh tahdidlar qildi Eronga nisbatan, o'sha dengizdagi o'zini o'sha kemalarni, avia tashuvchilarini Fors ko'rfaziga yaqin hududlarga olib keldi, juda ham katta kreyserlarni. Va bu bevosita ikkala tomonning muzokara stoliga o'tirishi sabab bo'ldi. Bo'ldimi, bu mavzu yopildimi, tinchib ketdimi, yaxshilik bilan tugadimi, hozir qanaqa bo'lyapti bu jarayon? Bu muzokaralar mana bir necha bosqichdan beri davom etyapti. Rimda bo'lib o'tdi, Eron bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi muloqotlar, undan keyin Oman ular o'rtasida vositachilik qildi va yana muzokaralar davom etishi aytilyapti. Ya'ni bu yerda bu albatta muloqot yaxshilik nishonasi. Aks holda bu Yaqin Sharqda juda katta urush kelib chiqishi mumkin. Ya'ni bu o'rinda Qo'shma Shtatlar Eron bilan uning yadroviy ambitsiyalaridan voz kechish uchun 2015-yilda 6 tomonlama muloqotlar o'tkazilgan va shartnoma imzolangan. O'sha paytda 2015-yilda va 2018-yilga kelib 2016-yildagi saylovlardan keyin Donald Trump hokimiyatga keldi va oradan 2 yil o'tib 2018-yilda mana shu yadroviy dasturdan chiqishini e'lon qildi. Ya'ni bu ham Isroilning talabi ostida ko'proq. Eron Islom Respublikasi yadroviy qurollarga egalik qilmoqchi, ya'ni bu yerda boyitilgan Eronlarni o'zida saqlab qolib, bu yerda atom elektron stansiyasi qurgandan keyin mana shu boyitilgan urallardan albatta yadroviy qurol ishlab chiqarish foydalanish mumkin. 1 oy yoki 2 oy ichida qurol ishlab chiqarib, ertaga Isroilni yer yuzidan supurib tashlash mumkin degan ma'noda AQShga o'zining asosiy homiysiga bosim o'tkazdi va natijada AQSh mana shu bitimdan chiqdi. Va hozirgi paytda endi qaytadan muloqotlar olib borilyapti. AQShning maqsadi Eron Islom Respublikasi atom elektr stansiyasidan tinch maqsadda foydalansin, lekin yadroviy dasturi tugasin. Ya'ni avvalgidek Eron Islom Respublikasi boyitilgan uranni 3-mamlakatga yaqin paytgacha Rossiyaga chiqarib yuborilgan va 3-mamlakat hududida saqlanishiga rozilik beryapti. Aks holda Eron atom elektr stansiyasi qurishni butkul to'xtatsin degan talabni ilgari suryapti. Bundan tashqari albatta muloqotlarda Isroil masalasi yoki Eronning proksi tashkilotlarining faoliyatini cheklash masalalari ham
muhokama qilinayotganligi tayin. Agar muloqotlar yaxshilik bilan tugashini albatta tilab qolamiz, lekin muloqotda Eron tomoni yon bermaydigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar esminslari bugungi kunda O'rta Yer dengiziga og'ir qurollarni olib kelyapti, aviatsiyasini olib kelyapti, vertolyotlarni. Bu yoqda Isroil harbiy qo'mondonligi ham quruqlikda harakatlanadigan ilg'or desant qo'shinlarini tayyorgarlikdan o'tkazayotgani haqida ma'lumotlar bor. Mening nazarimda agar muzokaralar, muloqotlar besamar yakunlanadigan bo'lsa, Yaqin Sharqda yana bitta bir keskinlik o'chog'i paydo bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Biz albatta umid qilib qolamiz tinchlik bilan yakun topishiga. Albatta. Kelayotgan haftada ham va umuman mana shu yaqin kunlar ichida juda ham ko'plab mavzular bo'ladi deb umid qilamiz. Yaxshi xabarlar bo'lishiga umid qilamiz. Xususan mana O'zbekiston yana bir katta xalqaro platforma Fors ko'rfazi davlatlari, ya'ni arab davlatlari va Markaziy Osiyo davlatlari sammitiga mezbonlik qiladi. Unda ham bir qator masalalar tilga olinadi. Xullas aytmoqchi bo'lganim, hali muhokama qiladigan, tahlil qiladigan va umuman mavzu sifatida olib chiqadigan topiklarimiz ko'p, hali tezislarimiz va albatta aspektni keyingi ko'rsatuvlarda sizni ko'rishdan, mana shu fikr mulohazalaringizni eshitishdan xursand bo'lamiz. Rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Azizlar, Aspekt Plus ko'rsatuvining bu galgi mehmoni siyosiy tahlilchi Abduvali aka Soyibnazarov bo'ldilar. Ularga ham minnatdorchilik izhor etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz markazida Aspekt Plus bo'ldi. Salomat bo'ling.